Rossiyadagi zapret PP11/27 federal zakon 114. Bu zapret nima sababdan qo'yiladi va necha yilga qo'yiladi va sud yoki organ orqali bekor qildirish, ya'ni zapretni ochish iloji bormi? Bu videoda bilib olasizlar. Videomizni ko'proq odam ko'rish uchun albatta like bosinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bizga obuna bo'lib qo'ysangizlar, keyingi videolarimizni o'tirib ko'rasizlar. PP11/27 federal zakon 114. Ya'ni sizlar 1 yilning ichida 5000 rubl shtarafni 2 marta olsangiz qo'yiladi. Holatga qarab qo'yiladi, ya'ni 3 yil yoki 5 yilga qo'yiladi. Bu qanaqa bo'ladi? Agar registratsiyangiz bazadan chiqmay qolgan holatlarda bu narsa qo'yiladi. Buni ochish iloji bormi? Agar sizda asos bo'lsa, ya'ni основание bo'lsa, основание bu rus fuqaroligini olgan ota-onangiz yoki xotiningiz, farzandlaringiz, ofitsialniy ZAGS bo'lishi kerak. Kanada o'sha xotiningiz sizga Rossiyada 2 ta farzandi Rossiyada tug'ib bergan bo'lishi kerak. Ularda ham rus fuqaroligi bo'lishi kerak. Shunda harakat qilsa bo'ladi, lekin 100% kafolat berilmaydi, ya'ni 50-50 desak ham bo'ladi. Albatta bu yerda sud qabul qiladi, ya'ni sizning zapretingiz ochilishi yoki ochilmasligini. Agarda kimda Rossiyadagi deport zapretlarini tekshirtirmoqchi bo'lsa, bizning Moskvada ishonchli advokatlarimiz bor, aniq tekshirib beradi va ochiladiganlarni sud yoki o'sha qaysi organ qo'ysa shu orqali bekor qildirib beradi, ya'ni qonuniy ishlaringizni yuritib. Bizning Telegram kanalimiz Nivraviga o'tib ko'rsangizlar bilasizlar, qaysi statya bilan zapret bo'lganlarni ochsa bo'ladi, qaysi bilan ochib bo'lmaydi, hammasini tushuntirib yozib qo'yibmiz. Telegram kanalimizga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Bizning ofisimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan, Urduni ko'chasida, Ma'rifatchilar 76 desangiz lokatsiyada chiqadi. Al Kuwait degan binoda joylashgan. 9:00 dan kechki 9:00 gacha ishlaymiz. 100 ko'rishib gaplashingizlar bo'ladi. 12:00 gacha onlayn ishlaymiz. Deporta zapreti bor do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar.